ushbu halqamizni pastga harakatlanadi bilamiz. Kuch ishlatmasdan, tashqi ta'sirsiz bitta bo'ltdan foydalanib, yuqoriga harakatlantirib bering. Hurmatli o'quvchilar, doim fizika qonunlarini o'rganishimiz bizni hayotimizni yengillashtiradi. Ko'rib turibsiz, halqa aslida hech qachon yuqoriga harakatlanmaydi. Lekin biz uni massa markazini o'zgartirsak, mana bo'lt qo'yishimiz bilan massa markazi yuqori ko'tarildi. Endi ana shu massa markazini yerga yaqinlashtirishga harakat qiladi gravitatsiya ta'sirida. Qo'yib yuborishimiz bilan mana pastga qarab intiladi. Bizning ko'zimizda xuddi illyuziya bo'lib yuqoriga harakatlanayotgandek ko'rinadi. Asli og'irlik markazi pastga qarab harakatlanayotgan bo'ladi.